Xo'p, mana lyuks xonamiz bitta, qaranglar mana. Bismillahirrohmanirrohim. Bugun qo'yamiz inshaalloh. Qani mana lyuks xonamiz kirganda miyaki qildik. Va oshxona mana kir mashina bor, xolodilnik bor. Instagramda mana idish tovoqlari. Xo'p, mana bu idish tovoqlari, hamma idish tovoqlari bor. Xo'p, kuxnasi shu. Mana shunday videoga olaman hozir. Bu mana sanuzilni hozir mana yig'ishtiryapmiz mana. Xo'p, mana shunaqa bo'ldi. Keyin xonalarni shuni oling. Obunachilarga aytamu. Xo'p, mana. Xo'p, bu pastda ota-onalar uchun 2 kishilik xona. Ha, chiqinglar mana tevaga. Voy, mana shuni. Voy, video cho'zilyapti. Bo'linglar endi. Mana o'tkazib oling. Bismillah. Issiqligini aytib beringlar obunachilarga, sizlar hozir ko'rganliklaringga mehmonsizlar. Sizga gap yo'q, manzi ekan. Sharoitlaringiz zo'r ekan. Mana. Bu mana hozir. Biz o'sha joyimiz tanlab Odam. Keling. Bu taraf mana. Xo'p, mana ota-onaga xona va mana nimasi? Qaranglar. Xo'p, manzara mana shu. Qaranglar qizlar. Manzarani qaranglar. Xonalari Asaqa pastda eng qizig'i bitta mehmonlarni yo qabul qilib qo'yganmiz. Oxirgi tozalashlari qoldi. Duo qilib qo'yasizlar do'stlar. Mana shu televizorni hozir o'rnatib qo'yamiz. Televizori bor. Assalomu alaykum. Narxini keyingi postda aytaman. Oddiy xonalardan ko'ra chicha qimmatroq. Assalomu alaykum.